Keyin ko'pchilikda miflar bor-da, bolalikda bo'lgan o'sha eshak yemi deymizmi, urtikariya holati va hokazolar, allergik reaksiyalar, allergik dermatitlar yosh katta bo'lgandan keyin o'tib ketadi o'z-o'zidan deyshadi. Shunga qanchalik qo'shilasiz? Bolalikda bo'ladigan allergiya asosan sut mahsulotlari, tuxum mahsulotlariga va mana bu chaqchuqlar, yong'oq, pista, bodom va shokoladlarga, shirinliklarga bo'ladi. Ko'pincha organizm shunaqa tuzilgan bo'ladi. Ba'zi odamlarda bu allergiya yo'qolib ketishi mumkin. Bu immun tizimiga bog'liq. Tushunarli. Immun tizim qanchalik ishlashiga bog'liq. Lekin asosiy holatlarda ko'pchilik mana xalqimizda voy hammada chilla bo'ladi, diatezda chilla deydi, hammada chilla bo'ladi, biz ham bolamizda ham bo'lgan o'tib ketadi dedi. Bu noto'g'ri fikr. Hozirgi kunda ayniqsa o'tib ketish juda ham qiyin. Bu chilla, bu allergik atopik dermatit bu birinchi qadam bo'ladi. Agar vaqtida to'g'rilab uni davolatmasak, keyin burun bitishi aksirishga o'tadi. Keyin ko'z qichish, yoshlanish bu allergik qadam deyiladi. Allergik shak deyiladi ruschasiga, allergik qadam. Birinchi demak atopik dermatit diatez bo'ldi, keyin allergik rinitga o'tdi, burun bitti aksirdi. Keyin o'zi 5 yildan keyin astmaga o'tib turibdi-da. Astmaga o'tib ketishi mumkin. Har doim ham o'tib ketavermaydi, 20-30% holatda yo'qolib ketishi mumkin. Lekin hozirgi biz havoni ifloslanish darajasi, yeyotgan mahsulotlar, stresslarni inobatga oladigan bo'lsak, bu yanada kuchayib ketmoqda. Shuning uchun vaqtida uni e'tibor qilib to'xtatib qolsak, o'shandagina biz yaxshi natijaga erishamiz.